nafaqat sizda har kuni odamlarni anaqasida muloqotda bo'lasiz, sizga ko'karishlar, papulkalar yurish sizga anaqa noqulaylik keltiradi. Qarang, siz rejuranni ham olgansiz. Buni sostavi polinukleotid. Bu ham kollagen stimulyatsiya qiladigan. Buni olgansiz. Keyin kombidini, bunda PDRni ham bor, kollageni ham bor. Buni ham olgansiz. Bu ham sizga yuzingizga zo'r rezultat bergan. Egzosomani ham olgansiz. Bu ham yaltillatib anaqa qilgan. Faqat buni ichida faqat egzosomani o'zi. Men sizga aytayotgan narsam mana bu kollagen, bu ham fransuzskiy. Bu ham biostimulyator, sizni kollagen stimulyatsiya qiladi, ko'zingiz o'z-o'ziga ishlashni boshlaydi. Hammani yuzida kollagen bo'ladi, faqat umri qisqarishni boshlaydi. Bu preparatlar sizni organizmingizda kollagenlarni turtki beradi, dalshi ishlashga, hujayralarni yengillanib turishiga yordam beradi. Hozir Exogen degan preparatimiz chiqqan. Mana shu polinukleotid bor, egzosoma bor, kollagen bor, peptid ham yana qo'shimcha bor. Yuzingizni ko'rasiz, siyanasini. Odzivlar zo'r bundan. Bo'ldi. Boshlaymiz. Og'ruvsiz. Og'ruvsiz-a?